Hammaga assalomu alaykum. Sizlar ko'rib turgan mana bu platforma bu FX Trade platformasi. Xo'p, Play Marketda 9-mart kuni chiqdik. Hozirda App Store'da chiqish kutyapmiz. Yaqin orada App Store'da chiqamiz. Bundan keyin rasman ishga tushamiz. Xo'p, sizlar ko'rib turganingiz Gold, mana bu yerda news. Savdo qanaqa qilamiz? Misol uchun mana sell сделка ochmoqchimiz. Ochildi. Yopmoqchimiz. Close. Yopildi. Endi kimdir ko'p ochadi-ku сделкani qaranglar. Ob'yomga qarasanglar oshib boraveradi. Necha marta bosgan bo'lsanglar o'shancha ko'payadi. Ko'rsimiz. Meni yopish kerakmi, bitta deb ko'ramiz. Muammosi yo'q. Xo'p, bayga keladigan bo'lsak mana. Volumiga qarasanglar, mana volumi oshib boraveradi. Mana bu narsaga bundoq qilsanglar to'xtab qoladi. Bu sizlarga ko'rinish uchun qilingan narsa aslida. Bu mana bu yerdagi animatsiya, bu ochilish yopilishiga anaqasi yo'q. Ko'radi, mana bosib tursanglar bo'ldi. Xo'p, 9 ta сделка bayda. Bundoq qilsanglar mana bu yerda aniqlanadi. Xo'p, keyin har xil joydan bay yoki misol selga kirdingiz сделкаga, mana bu WAP degan narsa bor. Bu o'zgarib turishi mumkin. Chunki nimaga bu sredniysini oladi, o'rtachasini. Mana bu yerda bundoq qilib bitta bosganingizda pulni mana qaysi narxda, qaysi sekundda kirganingizgacha mana ochilgan hammasi ko'rsatadi. Mana hozir soat 2:24, o'shaning hisobiga mana 2:24 sekundigacha ko'rsatilgan mana. Agar men bay olsam mana 2:25-15 sekund ko'rdinglar, mana bosishim bilan oladi o'sha. Mana 19:22 Endi buni hammasini yopib yubormoqchiman, misol uchun. Close. Tamam, bo'ldi, yopildi. Xo'p, close position bor. Close position o'tsanglar mana fiksiratsiya qilinadi. Mana shu yerda. Bu demo shot, mana bundoq qism ko'rinadi, demo. Real ham bor, Prime endi nima bu real. Demo FX bu demo shot. Ya'ni hamma narsa haqiqiy, stakan seni ham, narxi ham faqat pul simulyatsiya hisoblanadi. Mana bitta chart degan anaqamiz bor, bitta bosasizlar. Bundoq qilsanglar 2 ga bo'linadi. Bundoq qilsanglar 3 ga bo'linadi. Bundoq qilsanglar 4 ga bo'linadi. Xo'p. Bu qanaqa qulay qilib ko'ramiz desanglar, full screenni bitta bossanglar mana. Mana shunday ham savdo qilsanglar bo'ladi. Misol kerak payti sell yoki bay olib, advanced order bitta bosasizlar, mana bu yerda konkretni chiqazib beradi. Stop loss, take profit. Trailing stopimiz ham bor, hammasi bor. Mana shu yerda stop lossga sell olmoqchi bo'lsanglar, mana sellni bosasizlar, bay olmoqchi bo'lsanglar, bayni bosasizlar, stop loss qo'yasizlar, take qo'yasizlar, bay yoki sell qilasizlar. Misol uchun mana bay. Bo'ldi. Yoki mana sell. Misol uchun bu premyer uchun ko'rsatilyapti sizlarga. Xo'p, bu bunaqa. Keyin bundan tashqari sizlarga nimadir kerak bo'lsa, hamma narsa bor, sizlar ishlatishingiz mumkin bo'lgan. Bundan tashqari kimdir bar ishlatishi mumkin, bar ham ishlata oladi. Mana keyin liniya bor, mana liniyalarimiz ham bor. Areya bor. Bitta bossanglar areyaga o'tadi. Xo'p, buni ko'rsatdim. Mana bu yerda kimdir endi narxi belgilash uchun kimdir chizadi, boshqa qiladi. Mana shuni ishlatsa bo'ladi. Fibonacci hammasi bor. Undan keyin mana ABCD, XABCD ular ham bor, indikatorlar ham bor. Mana shuncha indikator bor. Vaqti kim indikator ishlatiladi bilmayman, lekin bu bor, indikatorlar ham qo'shilgan. Xo'p, mana bu yerda chizgani qilingiz chiqadi. Mana bu yerdan chartda nastroyka qilsangiz bo'ladi. Masalan, o'chirib qo'yib, buni o'chirib qo'yib, buni o'chir, yoq, o'chir. Mana bu yerda ranglarni ham o'zingizlar nastroyka qo'ysanglar bo'ladi. Misol uchun hech qanaqa muammosi yo'q. Mana bu chart ko'rinishi ekan. Xo'p, hamma nastroykasini qilib olasizlar o'zingizlar. Menimcha. Men qisqa tushuntirib berib ketyapman. Bitta bosamiz. Xo'p. Bu Trading View nima deydi? Anaqasiga o'tadi. Mana Trading View anaqasiga o'tdik. Mana buni oq qoraytirish, boshqa qilish o'zingizlarning qo'lingizda. Xohlasanglar qoraytirib olasizlar, xohlasanglar oqartirib olasizlar, muammo emas. Trading View mana nima bo'lsa, hammasi bor.
Xo'p, bundan tashqari TradingView'da qanaqa savdo qilamiz desanglar, xuddi shunaqa mana sell. Mana bitta ko'rinadi sразу ko'rgan bo'lsanglar. Yopdim. Xuddi shunaqa, muammosi yo'q. Hech qanday muammosi yo'q. Xo'p, TradingView ko'rdinglar. Endi mana bu time frame'lar. Mana bu yerda bundoq qilsanglar, belgilasanglar bo'ladi. Marja, fond balans и так далее. Xo'p, mana bu yerda ko'rib turgan mana bu narsa stakan sen. Bu haqiqiy, ya'ni likvid agregatorlarimiz, provayderlarimiz bizga beradigan stakan sendi biz mana shu platformamizga ulaganmiz. Nimaga? Чтобы bizani traderlar kim ishlata olsa, mana shu ob'yomlarga qarab ham savdo qilsa bo'ladi degan ma'noda. Yengillik bo'lsin deb. Bir paytlar men o'zim trader bo'lganim uchun bir paytlar juda kerak narsa bo'lgan bu. Bu narsa aslida sotib olinadigan narsa, lekin biz besplatno подключать qilganmiz. Mana e'tibor qilsanglar, narx o'ynayapti 5000 ob'yom kirib, chiqib ko'rib olsanglar bo'ladi. Keyin undan tashqari analitika degan joyimiz bor. Mana bitta bossak, siz analiz qilib beradi savdolaringizni. Necha protsent doходностьligingizni mana bu demo. Demoda realniy ishlaydi analitikamiz. Общийga qo'yamiz. Necha foiz doходностьdasiz, necha foiz zarardasiz, profitni faktoringiz bor. Mana bundan ko'rib olasiz. Copy trading mana shu yerda akkaunt bo'ladi, akkauntlar bo'ladi, kim copy trading qilayotgan bo'lsa, o'shalarga ulanishdan oldin albatta ro'yini tekshirib, keyin ulansanglar bo'ladi. Muammosiz. Keyin brauzerimiz bor, Explorer. Bu bitta yangiliklar chiqadi mana. Yangilikni ham o'qisanglar bo'ladi. Mana har xil ko'rsatkichlar, показательlar, живой yangiliklar. Keyin qaranglar. Mana bu yerda ekonomik novost degan narsa bor. Bunda bosasizlar, biz eng haqiqiy qo'yganmiz, avtomatik bu. Sizlar agar hamma yangilikni ko'raman desanglar, ekonomik novostlarni показательlarni to'g'riroq medium logo qo'shasizlar, select all qilasizlar, bo'ldi, ketdi. Mana bugungi yangiliklar. Nechta yangilik kerak bo'lsa mana. Hammasi bor. Xo'p, market sentiment, ya'ni bozor настроенияsi necha prosent buyga, necha prosent sellga nastroy olgan. Bu bizga likviddan keladigan ma'lumotlar hammasi. Ya'ni bunga qarab nima deydi, siz analizni qanaqadir aniq qilishingiz mumkin, lekin imенно shu mana shu bozor nastroyiga qarab savdoga kira olmaysiz. Bu analiz qilishingizga sizga qanaqadir yordam bo'ladi bu narsa. Xo'p, news mana bu yerda ham bor, kalendar ham xuddi shu, mana bu yerda ham bor. Ya'ni siz ne обязательно Explorer kirib o'tirishingiz shart emas, siz trade jarayonida kerak bo'lsa, mana bu yerda o'zidan ko'rib tursangiz bo'ladi yangiliklarni, kalendar, market, mana bozor настроенияsi, sentiment. Bundoq qilsanglar o'zi o'zgarib turadi mana. 44 bo'lib 39. Xo'p, single info degan narsa bor, mana bu yerda bozor soatlari. Xo'p, mana bu yerda e'tibor qilsanglar, bir lot nominal o'zgarib turibdi, chunki bozor to'xtab turgani yo'q. Bir loti 515.397 dollarga teng bo'lyapti, bir loti. Va shundan ham bilsangiz bo'ladiki, siz bir lot сделка ochmoqchi bo'lsangiz 515.000 mana o'zgarib turibdi, tagiga qarasanglar, nominal stoyimizchi. Xo'p, siz bir lot сделка ochishingiz uchun sizga depozitda kerak bo'ladi, свободный marja 2575, где-то 2600 dollar kerak bo'ladi. Komissiyamiz 42 dollar, ya'ni сделка ochganingizda 21 dollar oladi, yopganingizda 21 dollar oladi. Xo'p, 0.01 qiladigan bo'lsangiz, сделка ochganingizda 21 sent oladi, yopganingizda ya'ni 42 sent oladi 0.01 ga. Haqiqiy bozorda shunaqa bo'ladi. Xo'p, plicho maksimalni 1 ga 200, bu juda katta plicho, bundan katta plicho bo'lmaydi. Biz buni iloji bo'lsa plichoni umuman ishlatmanglar yoki sami minimalini ishlatsanglar bo'ladi. 1 ga 50, 1 ga 100 ham juda katta. O'zi 1 ga 100, 1 ga 200 bu professional aggressiv plicho hisoblanadi. Xo'p, mana bu poiskni bitta bosasizlar, mana bu yerda xohlagan paranglarni yozishingiz mumkin. Misol uchun mana silver chiqib keladi. Yoki-da mana spot forex, cryptocurrency, American stock and ETF, ya'ni o'sha Amerikan aksiyalari. Adashmasam 133 ta Amerika aksiyasi, 32 ta Yevropa aksiyasi mana. Xo'p, Amerika aksiyalarida ham bizda stakan sen bor. O'sha ko'pchilikka biz stakan sen bo'ladi deganimizda aksiyalarda bo'lmasa kerak, kriptoda bo'lmasa kerak yo'q. Qaysi biriga kelsa hammasiga biz ulaganmiz. Mana aksiyalarni o'zidan ham ko'rsanglar bo'ladi. Aksiyalarda komissiya qanaqa hisoblanadi deydigan bo'lsanglar, 100 dollarga aksiya olsangiz 3 dollar komissiya olamiz. Ya'ni maksimum plicho mana 1 ga 10, nominal stoymosti mana ko'rsatilgan, Pfizer bu qanaqa chiqaradi nima?
vaksina chiqaradigan kompaniyaniki. Mana bu yerda har xil hamma kompaniya bor, почти o'sha nomi chiqqan. Mana Tesla de hamma yaxshi ko'radigan. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Kotirovkasi mana i plus mana tagida stakan seni. E'tibor qilinglar, mana narx o'zgarishiga, boshqa qilishiga. Bemalol olib sotsanglar bo'ladi. Bunda 3%. Xo'p, bundan tashqari faqatgina valyutalar bilan metallning tilla bilan kumush, ya'ni oltin bilan kumushga biz bir lotiga komissiya olamiz. Qolgan barcha metallarga $1 million nominaldan komissiya olamiz. Ya'ni qanaqa bu? Misol uchun alyuminga kirdingiz mana. Mana e'tibor qiling, misol uchun siz bir lot сделка ochmoqchisiz, buy yoki sell. Bizning komissiyamiz 14 sent bo'ladi. Mana 0.07 sent turibdi komissiya, ya'ni ochganingizga 7 sent, yopganingizga 14 sent olamiz alyuminga bir lotga. Endi qaranglar. Misol uchun 120 misol uchun 289 bo'la qolsin. Xo'p, 289 lotingizga biz $42 komissiya olamiz. 42-43 komissiya olamiz. 289 lot ochib yopganingizga. Ya'ni bir lotga emas, ko'pchilik o'ylaganda mana bir lotga biz 14 sent olamiz alyuminda. И также mis bor bu yerda, platina, palladiumda ham xuddi shunaqa. Va bundan tashqari bizda spot neft bor. Mana hamma yaxshi ko'rib savdo qiladigan, hozircha modaga chiqdi, trendga chiqdi-ku neft. Neftni bir lotiga biz 4 sent komissiya olamiz ochib yopganingizga. Bir lot neftga, brendga. Qachon undan ko'proq olishimiz mumkin? Misol uchun 1000 lot ochsangiz, neftda, brendda, buy yoki sell ochsangiz, biz $46 komissiya olamiz. 1000 lotga, bir lotga emas, e'tibor qilinglar. 1000 lot сделка ochib yopganingizga. Shuni hisobini olinglar. Mana ochdim. Mana e'tibor qilinglar, brend qo'yildi. Mana commission ko'rdinglarmi? $23 1 sent komissiya olindi. Chunki $1 million mana $1 millionga biz olamiz 46 sent. Ochib yopganingizga yani $23. Endi buni ochganim uchun, endi yopganimda avtomatik 46 olinadi mana. Cost position mana komissiya $46 5 sent. 1000 lotga, 1000 ta lotga, ya'ni bir lotga emas mana. Komissiya bizda chiqib keladi mana bu prozrachniy hammasi mana. Xo'p, natural gaz. Gazda ham xuddi shunaqa. Vati bor, kakao bor, kofe bor, hammasida bizda nima deydi? Mana stakan senda ko'rsanglar bo'ladi. Xuddi shunaqa savdo bo'ladi. Faqatgina valyuta bilan tilla kumushga biz standart bir lotiga komissiya olamiz, qolgan hammasiga 1 million объемga yokida o'sha aksiyalaringizni 3% dan olamiz. Ya'ni qanaqa desanglar, o'sha $100lik aksiya olsanglar $3 komissiya olinadi. Tamam. Boshqa hech qanaqa komissiya olinmaydi. Xo'p, yana nimani ko'rsatsam bo'ladi sizlarga? Xo'p, bu temniy rejim, qolgan o'zingizlar ko'ra olasizlar. Mana hozir cho'zilib ketadi bo'lmasam video. Ro'y, любой odamda ishlaydi, strategiyangizni qanaqaligini bilish uchun profit faktoriga bitta qaraysizlar, mana shu yerda ko'rsatib beradi siz savdo anaqangiz qanaqaligini. Bir kunda bir marta bu tekshirib chiqadi, polni siz savdoingizni keyin ko'rsatib beradi. Xo'p, xohlagan anaqani mana bu yerda tekshirib, ishlab ko'rib anaqa qilasizlar. Bizda veb-saytimizda qanaqa spread bo'lsa, platformamiz demosida ham, realda ham va butun dunyoda kim bizdan foydalansa, bizning brokerda hammada shunaqa spread bo'ladi. Sizda boshqacha yoki yoningizdagi sherigingizda boshqacha bo'lmaydi. Bizda aralashuv yo'q, savdoga manipulyatsiya yo'q, hech qanaqa. Bozordagi holat qanaqa bo'lsa, shu bilan bo'ladi. Xo'p, endi misol uchun NZD/USD narx tushyapti ekan. Xo'p, misol advanced order, buni bir lot olmoqchi bo'lsangiz, siz $56,685 lik сделка ochgan bo'lasiz, ya'ni mana shu $56,000 NZDni buy qilsangiz, NZD New Zealand dollar sotib olgan bo'lasiz. 58,670 qancha o'zgarib turibdi. Mana nominal stoyimnosti bor bu yoqda. Xo'p, komissiya ochganingizga $16, yopganingizga $16, ya'ni qo'shganda $32 bo'ladi. Bir lotingizga $1 spread bo'ladi, ya'ni bir spread 0.01 bo'lsa 32 sent bizning komissiya, 16 sent spreadingiz 0.02 0.01 atrofida bo'lib turibdi. Bir lot ochish uchun bunda sizga depozitingizda kerak bo'ladi 293 bo'lsa, где-то $300-400 atrofida. Marja mana bizda avtomatik chiqarib beradi marja qancha kerakligini. Ya'ni o'ylab o'tirmaysiz, voy, menimcha pul bo'lsa qanaqa ochaman, nima qilaman. Hammasi faktiski konkretniy hisob-kitob bilan ko'rsatib beriladi sizga. Xo'p, hamma parada shunaqa. Qaysi parada savdo qilishingizdan qat'iy nazar, даже mana. Xo'p,
American Airlines Group mana bu yerda ham misol bitta aksiyasi 11 dollar ekan. Misol uchun 15 mingta aksiya olmoqchisiz. 160 ming dollar bo'ladi. Xo'p, sizga depozitda kerak bo'ladi 1 ga 10 bo'lgani uchun kreditni puli uchun maksimum leverage aksiyalar uchun 1 ga 10, 1 ga 10 dan kattasi yo'q. Undan kattasi o'zi bozor bo'lmaydi, boshqa narsa bo'ladi, bu yoki gibrid bo'ladi. Xo'p, 15 ming dona aksiya olishingiz uchun 160 ming 800 ga sizda 16 ming 80 dollar depozitda marja ortiqcha plyus bo'lishi kerak. Bizning o'shanda komissiyamiz 2409 dollar bo'ladi. Ya'ni plus minus olganda ochib olganingizda где-то 5000 komissiyamiz bo'ladi 160 ming dollaringizga. Ya'ni 15 mingta aksiyangizga hisoblaganda. Ya'ni o'sha 3% olamiz, короче, грубо говоря, hisoblasangiz bo'ladi. 100 ming dollardan 3 ming olinadi. 100 ming dollarlik aksiya olsangiz 3 ming dollar komissiya olamiz. Shunaqa. Xo'p, kriptovalyutalarga keladigan bo'lsak, kriptovalyutada ham xuddi shunaqa. Mana misol uchun ADA USD 100 ming dona ADA USD olsangiz 25910 dollar bo'lar ekan. Nominal stoyimizda kreditni plyuchi leverage 1 ga 5 bo'lganini hisobiga, mana leverage 1 ga 5 buni e'tibor qiling. Nominal qiymati 26 sent ekan bir donasi. Bir loti 26 sent bo'lyapti mana bu yerda ko'rgan bo'lsanglar. Xo'p, sizda depozitingizda oshuvchi 5182 dollar pul bo'lishi kerak. Siz 100 ming dona ADA USD olganingizda spreadingiz 10 dollarlik bo'lyapti, komissiyangiz 388 bo'lyapti. Negizda 700 dollar bor, 700 dan oshadi ozgina komissiyangiz. Xo'p, agar bitta olsangiz komissiyangiz где-то 72 sent bo'ladi. 100 ta olsangiz, uzr, bitta debman, 100 ta olsangiz eng kam 100 ta olar ekansiz, sizda depozitingizda pul bo'lishi kerak. Где-то oshuvchi 5-6 dollar 100 dona ADA USD olgani kriptovalyuta. Hammasi hisob-kitob bilan hech qanaqa bir bekitilish, boshqa qilish, tushunmay qolgan, boshqa qilgan joyi yo'q. Faqat savdoga kirishdan oldin bir sira mana shu videoni ko'rib tushunib olinglar. Copy trading mana bu yerda ulab qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, mana bularning hech qaysi biri agar sizlarga kerak emas bo'lsa, mana bu knopkani bitta bosasizlar. Mana ADA USD savdo qilmoqchimisiz? Buy. Mana buy. Bundoq siz izbirniga o'tadi, bundoq siz olinadi. Bunda bosasiz mana bu chiqib keladi yana. Misol uchun outcut. Buni kirgizib yuboramiz. Bundoq siz kirib ketadi. Buy. Misol uchun buy yoki sell. Mana bu knopkani bitta bosasiz, mana bu yer paydo bo'ladi, chiqadi. Qarab savdo qilaverasiz. Telefonda ham, planshetda ham, kompyuterda ham bemalol. Iloji bo'lsa mazza qilib savdo qilasizlar. Ekran sal kattaroq bo'lsa, chunki juda ko'p funksiya bor. Telefonda ham bemalol savdo qilaverasizlar, muammosi yo'q. Ozgina qoldi, App Store'ga ham chiqamiz. Ishga tushishimizga hamda keyin yangiliklar mana bu qolib ketibdi. Kalendar bor. Misol, bugun 12-mart bo'lsa, 28-martdagi yangilikni ko'rmoqchi bo'lsangiz, ekonomik no'slarni chiqarib beradi uni ham. E'tibor qilgan bo'lsangiz, mana chiqarib beradi. Yoki o'tib ketgan eski yangilik, 3-martdagi yangiliklar mana. Yoki 6-martdagi. Misol uchun demoqchiman endi. Kimga yoki apreldagi yangilik. Yo'q, 31-martgacha ko'rsatar ekanmiz. Aprel boshlangandan keyin menimcha. Yo'q, aprelni ham ko'rsatar ekanmiz mana. Ko'p o'zgarish bo'lishi mumkin, chunki yangiliklar o'sha chiqishdan avval 2-3 kun oldin bir kundan o'sha kun tekshirib olasizlar. Yangilikda o'zgarishlar bo'lishi ehtimoli bor, yo'q emas. Xo'p, mana bu yerda Spot Forex bitta ko'rasizlar. Misol uchun sizlarga nima qiziq, sizlarga metal qiziqmi, bitta bossanglar ko'rsatib beradi. Daily necha foiz o'zgarganini. Mana narx oshgan, narx tushganini. Xo'p, top movers bor, top losers bor. Narx eng ko'p tez tushayotgan kakao narxi mana 5.34% ga tushib ketibdi. Valyutalar, indekslar, ida esimdan chiqib ketibdi, indekslarni tushuntirib berish. Ming bor uzr, kechiringizlar deydi. Hozir qani indekslarimiz? Spot indeks, 15 ta indeks. Qaranglar, indeksda ham bizda qanaqa hisoblanadi? Bir lotingizga 13 sent bo'lsa, 26 sent komissiya olinadi bir lotingizga. Xo'p. Yani 170 lotingizga 43 dollar komissiya olinadi, 42 dollar deylik. 1 million dollar mana bu yerda ko'ribsizlar, ko'rib turgan bo'lsanglar. Nominal stoyimizda bir lotingiz 6111 dollar 47 sent bo'lyapti, leverage 1 ga 50. 1.39.070 dollarlik, ya'ni 170 ta indeks, 170 lot indeks AUS 200 oladigan bo'lsangiz, sizda ortuvchi pul depozitingizda kerak bo'ladi 20 ming, mana 781 dollar.
komissiyangiz $21.81 bo'ladi bir tomonga. Ochib olganingizda 42-43 dollar atrofida bo'ladi. Spreadingiz 240 chiqadi, ya'ni ochganingizda. Buni endi bir lotida bo'lsa, spreadingiz 0.71, 0.71 brokerga o'ynayapti. Hozir mana 0.71, komissiyamiz 13 sent bir tomonga bo'lganiga 26 sent bo'ladi. Depozitingizda bir lot aus 2 ochish uchun 123 dollar ortuvchi pul kerak bo'ladi. Shunaqa, bularda hammasida institutsional bizda 1 millionga ob'yomga komissiya olinadi. Mana 100-500 bor. Hamma yaxshi ko'rib savdo qiladigan. Xo'p, buni bir lotiga bizda 28 sent komissiya olinadi. Spreadingiz 0.40-0.50 o'ynab turibdi. Bozorda nima bo'lsa o'sha beriladi bizda. Tamom. Xo'p, bundan tashqari skachat qilib olish kerak bo'lsa, statementni o'zingizlar любой время skachat qilib olasizlar. Biz sizlarni pochtalarga yuborib boshqa qilib yurmaymiz. Pul tashlagan pulchkangiz albatta yuboriladi. Statement mana buni bitta bossanglar, mana aggregate open position, closed position, finance orders hammasini bosasizlar. HTML, SSV 1 soat, 7 kun, 30 kun, 365 kun yoki xohlagan paytingiz eksportda bitta bossanglar, avtomatik skachat qilib olasizlar. Yopilgan pozitsiyalar bor. Mana bunda ko'tarib ko'rsatay sizlarga mana. Отдельный orderlar bor. Mana. Отдельный orderlar bor. O'sha sizlar ishlatgan orderinglar. Отложенный order bor, ya'ni o'sha sell limit, buy limitlar. Shuni keyinda sell limit, buy limit qo'ymoqchi bo'lganlarga shuni ham tushuntirib ketay. Misol uchun deylik, funt dollarda kirdinglar, advanced order bosasizlar. Bu ruscha, hozir qaranglar, o'zbek tili, qozoq tili, tojik, qirg'iz tili mart oxiri yoki aprelning 10-sigacha biz integratsiya qilib bo'lamiz. Mana risk mod degan narsamiz ham bor. Risk modni bitta bossanglar ham juda ham yaxshi narsa, agar ishlata olsanglar. Risk mod ham juda kerak bo'ladi. Pendingni bitta bosasizlar, отложенный order qaysi narxda. Misol hozir bir 587 mi, bir 34 ga kelganda deyapman, men sell olaman. Sell limit qo'yildi. Bo'ldi. Mana pending ordersga kirsanglar, mana open positionda bo'lmaydi. Mana e'tibor qilinglar, ochiq pozitsiyada yo'q, lekin pendingga kirsanglar, mana bu yerda turibdi sell limitimiz. Ko'rdinglarmi? Bundoq qilamiz. Close qilaman mana. Grafikdan ham yo'q qoldi. Ida misol uchun o'sha hamma yaxshi ko'rgan anaqasi bor-ku hozir. Sizlarcha ishlatasizlar o'shani, qaniydi anaqa. Misol uchun deylik, mana bu yerda bundoq qildingizda, nimadir analiz qildingiz, ha? Mana bunda. Va xuddi shu parada boshqacha analiz qilib ko'rmoqchisiz. Shunda mana trading view knopkasini bitta bosasiz. Bu yoqqa o'tib, mana bundoq bitta buni bosib, bu yerda boshqacharoq ham analiz qilaverasiz. Boshqacharoq analiz qilaverasiz. Bu ikkalasi ham turaveradi, ya'ni o'chib ketmaydi. Xo'p, сделка ochdingiz, buyga. E'tibor qiling, buyga ochildi сделка, open positionda turibdi, mana funt dollaringiz bitta ochganingiz turibdi mana. Endi trading view shuni orqaga qaytamiz, сделкangiz bu yoqda ham turaveradi mana. Ya'ni yo'q bo'lib qolmaydi mana. Bu yoqdagi boshqa analizingiz, o'sha сделка, o'sha para bu yoqda boshqa analizingiz, boshqa anaqada turaveradi, muammosiz. Close qilamiz, yopildi. Hech qanday anaqasi yo'q. Maksimal qulaylik berilgan degan fikrdaman. Xo'p, tushunmagan narsalar bo'lsa, sekin-sekin o'rganib olasizlar. Top minimal depozit bizda $500 dan bo'ladi. Ishga tushish anaqasini aytamiz, просто ishga tushishdan oldin sizlar hatto ko'rib olinglar dedik. Shuni bilinglar, marjali savdo, marjinal targovlik bu juda katta risk. Hamma pullarni yo'qotishi mumkin. Forex ham, metal ham, tovar ham, aksiya ham, kripto ham hammasi juda katta risk hisoblanadi. Shuni bilib olinglar. Bundan keyin mana bu yerga kirdinglar. Hozir parasilarga kerak. Mana yulduzchani oldingi bitta bosib chiqasizlar. Hammasi o'sha para favoritida bo'ladi mana bu yerda. Izbirnida bo'ladi. Sizlarga soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsa, mana agar ko'rgan bo'lsanglar, mana bu yerda bitta bossanglar, bu yerga sizlarga yangiliklar kelib turadi. Qanaqa bizani adminlarimiz, menejerlarimiz, departament bironta reporting departament bor. Boshqa anaqalar mana bu yerga sizlarga xat yuborishi mumkin, sizlarga tap etib chiqib keladi. Menimcha sodda qilib tushuntirdim deb o'ylayman. Vroji hammaga yoqadigan umiddamiz. Hammaga rahmat.